Amaki siz aytayman kech qolibman. Qizim, bu salom berali oldin. Men taksi emasman. Amaki 100 ming beraman. Ketdik, gapni ko'paytirmang. 100 ming dedingmi? Kira ketamiz. Diskoteka haydang amaki. Yerdan qo'chqorcham ham olamiz. Qizim, o'g'limga uylan deyman. O'g'lim uylanmayapti, 30 ga kirgan. Dada, yaxshi qiz qolmagan. Hammasi diskotekaga yuriydi, sigaret chekadi deydi. Amaki, tez haydangdan qo'chqorcham kutib qolay. Qalaysan, quyoncha? Ketdik, qo'chqorcham kech bo'libdi. Dada, O'g'lim, sani deb kecha demay, kunduzni demay, ishlab yuribman, shuni uylantiraman deb 30 ga kiribsan, aqlli qizcha olib beraman dedim. Sen nima ishlar qilib yuribsan? dada, ikkaniz yurasiz. Tush mashinadan boshqa mashinada ketamiz. Tarbiya vaqtida berish kerak edi. Jon, xafa bo'lmang. Ish qilib onasiga aytib bermaydimi o'g'lingiz? Yo'q, o'g'il toy mujik, xuddi o'zima ketgan. Onasiga aytmaydi. Bo'ldi, unda bo'lmasa u safargi restoranga boramizmi? Ha, Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin